hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun biz sizlarga katta qurilish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Shu joyimiz o'xshi qum suvog'i. Hop. Qum suvog'i 1000 kvadrat chiqibdi. Ichi 35 ming so'mdan usta haqqi bo'lgan, sementli ohaylik 35 ming so'm bo'lgan, tashqarlari sement, ichkarlari ohak. Rasxotiga 10 ming so'mdan kvadratiga rasxot qilibdi uyda egasi. Eshik romlarimizga derazalarimiz 1, 2, 3, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Bu tomonda yana nariyada ham deraza bor, bu yerda 2 ta eshik bor. Shularga 3000 dollarmikan pul sarflabdi. 100 ming ta ga yaqin g'ish ketibdi, 98 ming, 96 ming ta g'ish, 230 tacha, 220 tacha shifr ketibdi. Ko'p o'z uydan chiqqan ekan yog'ochlari. Xo'p, ichkaridagi xonalari, bu tomonda bitta alohida mehmonxonasi. Bu tomondan kirganingizda bu yoq o'sha xona, где-то bir ikkita hammom, 18 tami, 17 ta xonacha bo'lishi kerak. Xonalar ham katta. Kimga qiziq bo'lsa yozsa, xudo xohlasa, xonalarni ham ichidan chiroyli qilib obzor qilamiz. Ravot holati, ko'cha holati. Bir, 2, 3, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta bu tomonda deraza. Derazalar ham normalniy derazalar. Bu tosh suvoqqa tayyorlashadi. Sement va tosh suvoqqa tayyorlangan. Tepalar pol. Shit bu joyga qo'yilgan, darvozaxonaga kira olishingizga. Bunisi bitta mehmonxona. Mana mehmonxona, mana bu orasida natijnoy bo'ladi degan bo'lgan. Bu mehmonxona. Mana bu ichkarilarimiz. Mehmonxona bitta bo'ladigan bo'lsa, mana katta hol, bu tomon oshxona, bu yoq bitta hammom, bu tomon yana bitta xona, bu tomondan bitta xona. Bu hol, o'sha mana tugadi. Va birinchi etajda bitta oshxona, hammom 2, 3-xona, 4-xona, turganimiz ham 5-xona. Nima bilan? Bu tomondagi mehmonxona bilan 6-si. Tepaga chiqilishi bilan darvozaxonaning ustisi bu. Mana bu 7-xona katta, 8-xona. Mana bu 9-xona. Mana bu tomonda 10-xona. Xonalar kichkina emas. Kichkinasi ham bor, kattasi ham bor. 11-xona mana. 12-xonamiz. 13-si sanuzel hammom. Bu 14-si. Hamda mana bu katta hol 15-si. 15-si. Bu ham bitta normalniy joy. Bu 16-si musomalazida. Hali bu lampasi bo'lmagan. Bu pol bo'lgan mana. Bunaqa pok qo'yilgan. 10lik qalin pokdan hozir qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti. Eshik romlar mana tashqari ko'rinish holati. Bizni qo'llab-quvvatlab, bizga a'zo bo'lib tursanglar, xudo xohlasa, shunaqa qurilishlarni keng, chiroyli yorib beramiz.